Qurilish ishlarida ishlayapman. Hujjatsiz boshqa ishlarga olishmas ekan. Iloji yo'q, og'ir bo'lsa ham ishlayapman. Hey! Watch it! You break it, you pay for it! Move properly! Bugungacha kunlik ishlarda ishladim. Qochqin hujjatlarimiz ham tayyor bo'lib qolsa kerak. Allohga shukr, bugun topshirgan keysimizga tasdiqnoma keldi. Juda xursandman. Endi qonuniy ishlasam bo'ladi. Trak haydayman, moda. Eng yaxshi daromadli ish. Xotinjon, biz Amerikada qonuniy bo'ldik endi. Shu sabab seni bu yerga taklif qildim. Nahotki endi qonuniy hujjatli bo'ldik? Qani, ko'rsating. Я получил уведомление из суда. Ваше слушание назначено на октябрь, через 3 года. Ha, tushunarli. Men o'ylagandim shu hujjat bizni fuqarolikkacha yetaklaydi deb. Unday emas ekanda? Xo'p. 3 yildan keyin nima bo'lishi Allohga ayon. Ungacha trak haydab, ro'zg'orni tebrataman.